Haqqi drabilka ekan bu. Kacholga 2 yil to'liq garantiya beramiz. 2-3 kungacha yonaveradi. Tashqarisi sinmas ekan. Bonuslari bor. Garantiya to'liq 2 yil beramiz aka. Qo'lim turgan narsa tosh, to'q lejalda ishlaydigan bolalarga maqtanib, toshni ham qoladi, taxtani ham qoladi. Video shoshilmay ko'ring. Tosh tashlayapman, ko'rib turing. Ketdi tosh ham. Taxta ham mana tiqyapman. Bexijolat aka. Qo'ra? Ha, tiqoring. Ko'pchilik so'raydi, tiqilmaydimi kacholni? Bexijolat mana. Tosh, taxta bemalol tiqyapti. Bu hozir aka mashq holatiga hozir toshni aylantiryapti. Aha. Ko'mirni ham mashinaga aylantirib olib kirib ketar ekan-da kachol. Ancha-muncha ko'mirni ham maydalab olib kirib ketadi. Maydalab olib kirib ketaveradi. Toshni ham maydalab yuboradi. Haqqi drabilka ekan bu. Bexijolat aka. Toshni qolaverdi. Qoyil. Bizlarni ham qalin shinayda, shu mustahkam qilyapmiz tiqilmasligi uchun. O'zbekiston sharoiti o'zingiz bilasiz, tosh chiqadi ko'mir tarkibida. Hozir aka sizga bitta savolimda. Bunga necha yil garantiya berasizlar kacholga? Kacholga 2 yil to'liq garantiya beramiz. 2 yil to'liq garantiya berasiz. Garantiyasi bor. Hozir orqada turganlari qancha kubali bular ishlatadi? Bular pol avtomat, bunkersiz variantlarimiz bular. bunkersiz. Pol avtomat. Bularda ham 2 yil garantiyasi bilan 200 kvadrat xonadon uchun bular. Bularda aka uстановка qilib berasizlar, faqat beraverasizlar xolosmi? Biz dastavkasini bepul qilib beramiz joylarigacha. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor aka. O'rnatishga agar ustalar yo'q bo'lsa, usta ham topib beramiz aka. Usta ham topib ishlatib beraveramiz. Hozir toshni qoladi, ko'rdik. Endi aka misol uchun oddiy xonadon hozirgi kunda endi biz Farg'onaning ichida 5 sotik 6 sotikli uylar deylik. 5 sotik 6 sotik uyda bir 200 kvadrat uy xonadoni bor. Yashaydigan jiloy kompleks bor. Ana shu yerga aka qaysi kacholni siz tavsiya qilasiz aka obunachilarimizga? Asosan mana shu bunkerlik hozir Turkiya bilan hamkorlikda chiqarayotgan o'sha avtomat kachol deyapmiz. Shuni tavsiya qilaman men. Ham ekonomishli, ham bitta solganda 2-3 kungacha yonaveradi. Aka o'sha siz aytgan kacholni yonayotgan holatini ham ko'rsak bo'ladimi? Bor aka, mana o'zimizga ham o'rnatib qo'yib ishlatyapmiz aka. Shuni. Xudo xolasa ko'rsatamiz yonib turgan jarayonidan. Bu hozir sutkasiga qancha rasxod qiladi bu aka? O'sha sutkasiga 35 kilo atrofida rasxod qilyapti aka. 35 kilo atrofida. 35 kilo. Mana aka yonishidan xudo xolasa. Voyda. Mana shu hozir ko'mir. Bu ko'mir aka. Bu o'zidan tashab qo'yganlar xolosa bunkerda ichidan basa, o'zi shunday tashalgan. Yo'q, bunkerda ichidan aka. Bunkerda ichidan kelyapti. Ya'ni o'zini avtomatik ishlataveradi. Avtomatik ishlatyapti. Buni aka hozir sutkasiga necha marta qaraladi bunga o'zi aka? Bitta to'ldirgan zapravkamiz 2 kungacha yetyapti bemalol. 2 kungacha. 2 dollar 2 sutkagacha teyilmaydi. Bu tashqarisi simas ekan? Isimaydi kachol, bemalol sovuq holatda turaveradi. Muzda turaverar ekan bir. Izolyatsiya bilan qoplangan. O'zidan issiqlik yo'qotmaydi aka. O'zidan issiqlik yo'qotmaydi. Misolga yana ham ekonomishni. Hozir qarang, maktab, bog'cha, klinikalar bo'lsa, mana shunaqangi maqsadlarga ham qilib beraverasizlarmi? Ha, modulli qilib, chiroyli qilib, nasos hamma yo'g'ini ichida qilib ham bunaqasiga ham bitirib beraveramiz. Ya'ni hamma toklarigacha tushirib, ishlatib, modulni yasab qilib beraverasiz. Onni qilib beraveramiz. Keyin yana bu kacholda yana bonuslari bor. Bu kachol qo'shimchasiga o'zini 220 ushlab bergan stabilizatorgacha komplekt. Sirkulyatsionni nasosi, bezopasnost, hammasi bonusida bor kacholda aka. Shuni ichida. Ichida bor aka. Ya'ni olib borib, prosta qo'yib olsa bo'ldi. Xuddi shunaqa aka. Hozir aka mana qarangda, hozirgi kunda xususiy maktab, klinikalar, keyin dom qurayotgan odamlar bor, mana dom qurayotganlar. Mana hozir Mindonobodda o'zimiz mana Farg'onada bo'layotgan Mindonobodda bitta kachol qo'yilgan. 5 ta 6 ta domni bir xilda isityapti. Bu kachol qanaqa kachol? Mana shunaqa katta kacholmi? Shunaqa katta kachol. Bu hozir 6000 kvadratli kachol bu. Bundan hozir So'xga qo'ydik. So'x tumanida 7 etajli bino quryapti. Jamshid akamiz xudo xolasa qilib berdik. Chiroyli holatda ishlatishyapti. So'x tumanida. Bundan ham kattalari bor. 10,000 kvadratgacha bizda kachollar mavjud. 1 gektar joyga isitasiz. Bitta kachol bor aka. Ya'ni 1 gektar joyga qilingan teplitsa bo'ladigan bo'lsa, o'shini ham isitaveradi. Bemalol aka. Buni aka isitishiga, temirlariga, listiga garantiya necha yil berasiz? Garantiya to'liq 2 yil beramiz aka. To'liq 2 yil garantiya berasiz. 2 yil garantiya, servisi ham 2 yil bepul aka. Servis xizmati servisigacha qilib beramiz. Dastavkasigacha qilib beramiz aka. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'yicha dastavka. 12 ta viloyat. 12 ta viloyat. Qayerdan aloqa qilsa borib ishlatib, tushuntirib, garantiyalar yozib, pechat hamma yo'q qilib berasizlar. Bu to'pli idealda bo'layotgan narsa. Hozir bularni qanchaliklar kichikroqlari? Bularimiz kichikroq, 2,5 kvadrat, 2000 kvadrat uchun mo'ljallanganlar aka. 2,5 kvadratga mo'ljallangan. Eng kichigi o'sha 150 kvadratdan boshlanadi xonadonlar uchun. 150 kvadratdan boshlanadi. Bular aka Turkiya texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilganlar, to'g'rimi bu kachollar? O'sha Turkiyaning mashhur Ekol kompaniyasi bilan hamkorlikdagi kachollarimiz. Turkiya bilan o'zi aslida shartnoma qilib ishlayapsizlarmi? Mana shu yerda ishlab chiqarishyapti turklarmi? Batta turklarda o'zi ham ishlaydi. Shartnoma qilib o'sha Konya shahrida Ekol kompaniyasi bor, Yashar Abiy bosh direktorlari. O'zlari hozir ketib qolgan 30 kda. Shattada o'zi eski videolarimizda bor, ko'rishsa bo'ladi bemalol. Shartnoma qilib, o turklarda o'zi ham ishlaydi bizda. Bir-birimiz bilan fikr alishib, texnologiyani o'rganib qilyapmiz. Qilinayotgan narsalar hammasi Turkiya texnologiyasi bo'yicha bo'ladi. Hozir aka bu tomon turgan kachollar qanaqalar? Kichikroq. Bular kichkina o'sha hozirda ichkarida ko'rsatgan yonib turgan kacholimiz xonadonlar uchun mo'ljallangan, o'sha 150-200 kvadrat xonadonlar uchun mo'ljallangani tayyor holatda turibdi aka. Aka, buni yana bitta sizga savolim.
hozirgi kunda endi gaz muammo bo'lyapti, svet ham muammo bo'lyapti. Shunaqa joylarda yashovchi obunachalarimizga bularda двухконтурный котел ham qilib ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Juda zo'r savol berdingiz aka. Hozirgi kunda mana mini boiler qilyapmiz aka. Buni shu koteldan chiqayotgan issiq suvga padachaga qo'yiladi va bunga toza suvlar qo'yiladi. Bahonada bundagi yoqilayotgan issiqlikdan toza suv ham isiydi-da, bemalol tahorat uchun, oshxonada yog'siz yuvish uchun, boshqa uchun bemalol issiq suv olishsa bo'ladi. Ya'ni двухконтур sifatida ham двухконтурli ko'mir kotel qilsa bo'ladi, bemalol. Bu ham o'sha Turkiya texnologiyasi. Bu ham o'sha Turkiya texnologiyasi. Endi misol uchun kvartirada yashaydigan kichikroq kotellar kerak bo'lsa, bu kotellar sanaqalarga ketaveradi. Gazli kotellarimiz ham bor aka. Gazda ishlaydiganlar. Gazda ishlaydigan kotellarimizgacha mavjud aka. Bunisini qanaqa kotel? Bu sauna uchun mo'ljallangan, shu parilka uchun asosan tosh teriladigan kotelimiz, gazda ishlaydigan. Gazda ishlaydi bular. Ekran telefon nomerlari turibdi. Lokatsiyasi qayerda deganlar Farg'ona shahar, Kirgili mavzesida, zavod yo'lida, To'pla idealda yozib qo'yilgan mana shu logotiplargacha turibdi. Ekran telefon raqamlari turibdi. To'rtta balon nomidan aloqa qilishga kelaversa, YouTube kanalida meni tanigan obunachilarimiz kommentariyaga yozib ketaversa, o'zimni qadrdon o'rtog'im qiladi, bexijolat kelaversa, hammasini 100% sizlar uchun qilib berishadi.